Respublikamizda 1 yil davomida nechta talaba bitiradi, diplomini oladi va shifokor bo'ladi. Lekin shifokor bo'lib hamma ham ishlamaydi. Sababi tibbiyot yo'nalishi eng katta stress hisoblanadi va bu stressga hamma ham bardosh bera olmaydi. Qaysi ma'noda? Ya'ni o'sha arzimagan oyligi davlat idoralarida ishlash kerak bo'ladi, 1-2 bo'lmaydi va boyib ketadigan kasb emas bu. Agar Alloh rizqini keng va barokatli qilib bermasa, undan tashqari boyagi minnatdor bo'lmaydigan patsientlar juda ham ko'p. Ularga har doim krayni kerak va o'sha krayni siz bo'lib qolishingiz mumkin. Davolasangiz ham va davola olmasangiz ham. Undan tashqari ayniqsa mana bu jonlantirish bo'limida ishlaydigan reanimatologlarimiz, misol uchun, qo'ldan kelgancha halol boyagi bemorga qaradi, lekin Alloh shuni xohladiki, boyagi inson vafot etdi va bu vafot etgan uydagilarga tushuntirish eng katta stress hisoblanadi. Boyagi uydagilarning ko'ziga xuddi как будто siz o'ldirib qo'ygandek bo'lasiz. O'zi aslida boyagi bemor o'z vaqtida lecheniyalarni olmagan bo'ladi yoki umuman qarovsiz qolib ketgan bo'ladi. Gapirsa gap juda ham ko'p. Shunga qaramay, o'z kasbini sevib, fidoyi bo'lib ishlab yurgan vrachlarimizga rahmat etmoqchiman. Shular borki, tibbiyot sohamiz haligacha bor.